İkinci savol. Reaksiya tezligi 50 Selsiyda 60 Selsiyga nisbatan 4 mol taqsim litrga kam. 40 Selsiyga nisbatan 1 mol taqsim litrga ko'p. Shu reaksiyani 10 Selsiydagi tezligini toping degan savol. Demak, 50 gradusdagi reaksiya tezligi 50 Selsiydagi tezlik 60 Selsiyadagi tezlikka nisbatan, mana bu yerda 60 Selsiyadagi tezlikka nisbatan qanchaga 1 mol taqsim 4 mol taqsim litrga kam ekan. Ya'ni 50 gradusda tezlik necha bo'lsa, 60 gradusda undan 4 ga ko'proq ekan tezlik. Masalan, x desa 50 gradusda tezlikdi, 60 gradusda x plus 4 bo'lgan tezlik. Mol taqsim litrda. 50 gradusda 4 ga kam, demak 60 gradusda 4 ga ko'p bo'lgani uchun qo'shdim. 40 gradusda tezlik esa 50 ga nisbatan 1 ga kam ekan. 40 gradusga nisbatan 1 ga ko'p, ya'ni 50 gradusda tezlik 60 gradusga nisbatan 4 ga kam bo'ldi. 60 gradusda tezlik 4 ga ko'p. 40 gradusga nisbatan 1 ga ko'p ekan, ya'ni 40 gradusda tezlik 1 ga kam, ya'ni x minus 1 ekan. Shu reaksiyani 10 gradusda tezligini top deyapti. Xo'sh, bu graduslar bir-biri bilan gamma bilan bir-biriga moslashdi. Mana bu yerda 30 gradus, pastlatib borsa 20 gradus, har 10 gradus pastlatamiz va mana bu 10 gradusda tezlikni oxirida topishimiz kerak. Mana tezliklar noma'lum va gamma ham noma'lum. Gammani men y bilan belgilashga ketaman. Endi gradus pastlagan sari 60 dan 50 ga, 50 dan 40 ga pastlagan sari tezlik gamma marta kamayadi, ya'ni gammaga bo'linadi. Bu degani mana bu yerda yozib olaman. 60 gradusda tezlik x plus 4 ni gammaga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni y ga bo'ladigan bo'lsa, kelib chiqadi barobar 50 gradusda tezlik x kelib chiqadi. Birinchi tenglama. Keyingisi 50 gradusda tezlik x ni gammaga, ya'ni y ga bo'ladigan bo'lsa, kelib chiqadi 40 gradusda tezlik, ya'ni x minus 1 kelib chiqadi. Endi bularni soddalashtiramiz. Mana bu y ni chekkaga chiqaradigan bo'lsa, bu yerda mana bu tenglama kelib chiqadi x plus 4 taqsim x, bu x pastga tushdi, y bu yoqqa chiqadi. Barobar y degan tenglama kelib chiqadi. Bunda ham y bilan mana bu x minus 1 joyini almashtirsa, x taqsim x minus 1 teng y degan tenglama kelib chiqadi. Mana bu y'lar teng bo'lgani uchun mana bu kasrlar ham bir-biriga teng deb tenglama tuzamiz. Demak, shu kasrlarga tenglama tuzamiz. Mana bu yerda x plus 4 taqsim x ni tenglashtiramiz. X taqsim x minus 1 ga. Buni bunga tenglashtiramiz. Kres ko'paytirsa tenglama ishlanadi. X minus 1 ni x plus 4 ga ko'paytiramiz. Birinchi x ni ko'paytiramiz. X ni kvadrati plus 4x. X ni bunga ko'paytirdim, x ni 4 ga ko'paytirdim. Endi minus 1 ga ko'paytiraman. Minus 1x va minus 4. Tenglashtiriladi x ni kvadrat, ya'ni buni bunga ko'paysa ham x ni x ko'paysa x kvadrat. X kvadratlar qisqarib ketadi. Ya'ni tenglamani ishlasa, mana bu x kvadratlar qisqarib ketadi. Xo'sh, shunda nima kelib chiqadi? Minus 4 dan bitta x ni ayirsa 3x qoladi. Barobar 4 bu yoqqa plus bo'lib o'tadi 4. Shunda x barobar 4 taqsim 3 kelib chiqadi. Demak, x imiz 4 taqsim 3 ga teng ekan. Demak, mana bu x imiz 4 taqsim 3 ga teng ekan. 4 taqsim 3 ga teng ekan. Endi gammani topamiz, y ni topamiz. X o'rniga 4 taqsim 3 qo'ysa, y kelib chiqadi. Mana bu yerda y ni topish uchun y barobar mana bu yerdagi x o'rniga 4 taqsim 3 qo'yamiz. 4 taqsim 3 qo'shilgan 4 4 taqsim 3 qo'shilgan 4 taqsimda mana bu x o'rniga 4 taqsim 3 qo'ydim, plus 4 ni qo'shdim. Taqsimda 4 taqsim 3, ya'ni x. Xo'sh, soddalashtirsa mana bu 4 ni mahraji 1 bo'ladi. Xo'sh, bu mahraj bilan bir xil qilish kerak. Suratni ham 3 ga ko'paytirsa, mahrajni ham 3 ga ko'paytirsa, mahraj bir xil bo'ladi. Mahraj bir xil kasrlarda faqat surat qo'shiladi. 4 kira 3 12, 4 ni qo'shsa 16 taqsim 3 bo'lyapti. Taqsim 4 taqsim 3.
Xo'sh, ikkita kasr bo'linganda pastdagi kasrni mahraji, tepadagi kasr surati ko'payadi. Ya'ni 16 ko'paytirib 3 taqsim 4 ko'paytirib 3 bo'ladi. 3 lar qisqarib ketsa, 16 ni 4 ga bo'lsa 4 kelib chiqadi. Demak, y imiz 4 ga teng ekan. Ya'ni gammamiz. Endi 10 gradusdan pastlab boraversa, mana bu 50 gradusdagi tezlik 4 taqsim 3 ni 4 ga bo'lib boraveramiz. Demak, mana bu 40 gradusdagi tezlik 4 taqsim 3 ni 4 ga bo'lsa 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Demak, 40 gradusdagi tezligimiz 1 taqsim 3 ga teng. Bu 60 gradusdagi tezlik esa 4 ga ko'paytiriladi. Gradus 10 gradus balandroq bo'lgani uchun 4 taqsim 3 4 ga ko'paysa 16 taqsim 3 bo'ladi. 16 taqsim 3 bo'lgan. Endi pastlab borgan sari 4 ga bo'lib boramiz. Kasrni 4 ga bo'lsa, mahraj 4 ga ko'payib ketadi. 30 gradusdagi tezlik 1 taqsim 12 ga teng bo'ladi. Shuni 4 ga ko'paytiradi. Yana 10 gradus pastlasa 20 gradusdagi tezlik 1 taqsim 48 ga teng bo'ladi. 12 ni 4 ga ko'paytiradi. Yana 10 gradus pastlasa 10 gradusdagi tezlik mana buni 4 ga ko'paytirsa 192 bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 192 ga teng bo'ladi. Demak, 10 gradusdagi tezlik 1 taqsim 192 ga teng. To'g'ri javob A javob bo'lyapti. Demak, ishlanishi shu.